Hammaga salom. Bugun sizlar bilan time balance ilovasini ishlatishni o'rganamiz. Buni birinchi avvalo telefonimizga o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Play Market yoki App Store'ga time balance deb yozsangiz, mana shu ilova kelib chiqadi. Aynan mana shu ilovani o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Boshqa ilovalarga aldanib ham, ishonib ham o'tirmang. Aynan mana shu ilova time balance. Keyin bu ilovani o'rnatib olganimizdan so'ng ichiga kiramiz. Bu hozirda ishlamoqda, buni o'chirib turamiz. Ichiga kirganingizda sizda ham xuddi shunday oyna ochilmaydi. Buni men o'zim qo'yib olganman. Siz mana shularni o'zingiz nastroyga qilib olishingiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilib nastroyga qilamiz? Bu qanday qilib ishlatilinadi? Demak, siz agar biron bir o'zingizni maqsadingizni belgilab olasiz, misol uchun ingliz tili o'rganish, kunlik, ya'ni qancha vaqt ingliz tilini o'rganyapsiz, mana shuni siz time balance ilovasi orqali nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi. Yoki to do physical exercise deb yozib qo'yibman, ya'ni mashq qilish. Kun davomida qancha yoki qaysi payt mashq qiladigan bo'lsangiz, mana shu ilovaga kirib, shunchaki start tugmachasini bosib qo'yasiz va bu vaqt sanashni boshlaydi va mashq qilib bo'lganingizdan so'ng bu start tugmachasini pause tugmachasi, ya'ni pauzani bosadigan bo'lsangiz, vaqtni sanashni to'xtatadi va siz qancha vaqt mashq qilganingiz yoki kitob o'qiganingizni mana shu ilova orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir sizga qanday qilib buni qo'yishni o'rgataman. Aynan mana shu tartibda keltirishni o'rgataman. Demak, birinchi navbatda bittasini o'chirib turamiz. Bu yerda kirganingizda ilovaga mana shunaqa joyi bor. Plus, mana shu plus ustiga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bu yerda project name'ga nima yozamiz? Misol uchun reading books yoki da learning English yoki da yana nima bo'lishi mumkin? Mashq qilish. Xohlagan birini yozamiz. Misol uchun menda reading books. Siz bu yerga reading books yoki mashq qilish yoki learning English. Siz learning English, birinchi qatorga learning English, keyingisiga lug'at yodlash, uchinchisiga mashq qilish deb belgilab olasiz. Bu hozircha misol bu. Reading books. Siz birinchisiga demak studying English, ingliz tili o'rganishni o'rniga siz demak ingliz tili grammatikasi o'rganishni qo'yasiz. Ikkinchisiga mashq qilish, uchinchisiga lug'at yodlash. Siz qachonki agar grammatika, ya'ni grammatik darslik ko'rayotgan yoki grammatika vazifalarni bajarayotganingizda mana shu grammatika vazifasini bajarish bo'limiga o'tasiz. O'tgandan so'ng bu yerda mana shu tugma bor. Mana shu tugmani ustiga bosasiz. Bosgandan so'ng mana shu vaqt tugagunga qadar, ya'ni 25 minut tugagunga qadar siz faqat chalg'imasdan ingliz tili grammatikasini o'rganasiz va mashq qilasiz. Ya'ni mashqlarni bajarasiz. Bu tugagandan so'ng 25 daqiqa tugaydi. Ya'ni tugaydi. Tugagandan so'ng birdan boshlab sanashni boshlaydi bu yerda. Keyin mana bu pause tugmachasini bossangiz bo'ladi. 5 daqiqalik tanaffus beradi. 5 daqiqalik tanaffusni olib, keyin yana shu tugmachani bosib, yana 25 talik vaqt orqaga sanashni boshlaydi va yana siz o'qishni boshlaysiz. Ya'ni faqat grammatika uchun bu. Grammatika mashqlarni bajarish uchun bo'ladi. Keyingisida to do physical exercise, ya'ni ertalab turganda ertalabki mashqni mana shunga kirasiz va ertalabki mashqni bajarayotganda mana shu tugmani bosib qo'yib mashqni bajarasiz. Mashqni bajarib bo'lgandan so'ng, ya'ni yugurish bo'ladimi, yurish bo'ladimi, turnik bo'ladimi, brus bo'ladimi, xohlagan bir mashqni bajarib bo'lganingizdan so'ng mana shu pause tugmachasini bosib tepadagi X tugmachasini bosib chiqib ketasiz va mana shunaqa qilib sizda umumiy qancha vaqt davomida shu demak maqsadingiz bo'yicha shug'ullanganligingizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun men bir hafta davomida, bugun shanba bo'ladigan bo'lsa, mana 6 kun davomida har kunlik vazifalarni qancha vaqt davomida qilganimni ko'rishim mumkin bu ilovada.
mana qolgan hafta davomlarini ham ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday qilib siz o'zingizni vaqtingizni boshqara olishingiz mumkin bo'ladi. Reading Books'ni mana men yangi qilib qo'ydim. Misol uchun kitob o'qimoqchi bo'lsam, Reading Books'ga kiraman, startni bosib qo'yaman va kitob o'qiyman. Fokusni faqat bitta joyga jamlash uchun bu juda ham zo'r ilovada. Keyin kitob o'qib bo'lganimdan so'ng pauzani bosib chiqib ketaman. Chiqib ketganimdan so'ng bu yerda menga ko'rsatadi, qancha vaqt kitob o'qiganligimni mana shu yerda ko'rsatadi. Yoki mana bu yerda ko'rsatadi. Ko'rib bemalol demak qancha vaqt kitob o'qiganligimni bilib olishim mumkin. Keyin yana bitta narsa, buni o'chirib turamiz. Misol uchun yana project name'ga bu yerga lug'at yodlash. Lug'at yodlash deb yozdingiz, keyin mana bu yerga vaqtni belgilab qo'ysangiz ham bo'ladi. Maslahatim o'chirib qo'ying. Mana buni time goal'ni o'chirib qo'yamiz va rangni xohlagan bir rangiga o'zgartiramiz va bu yerdan save tugmachasini bosamiz. Aynan mana shu nastroykada qilishingiz kerak bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu yerda endi yangi bo'lim ochildi. Bu bo'limga lug'at yodlayotgan paytingiz mana shu yerga kirasiz, keyin startni bosib qo'yib lug'atni yodlaysiz. Faqat chalg'imasdan, faqat lug'at yodlaysiz. 25 daqiqa davomida. 25 daqiqa tugagandan so'ng 5 daqiqalik tanaffus olib, yana tanaffus olganda ham telefonga qaramasdan havo almashtirib yoki biror nima ichib 5 daqiqa tugagandan so'ng yana 25 daqiqalik startni bosib, yana lug'at yodlashni boshlaysiz. Qachonki vazifangiz, ya'ni lug'at yodlash vazifangiz tugagandan so'ng bundan chiqib ketib boshqa vazifalarni bajarasiz. Bu fokusingizni bitta joyda ishlab turish uchun juda ham zo'r ilova. Mana shuni ishlatib biz kursimizni davom ettiramiz.